Galatlar, Galatlar. Nima bo'ldi? Kim qayda qachon? O'sha. Nima soat necha bo'ldi? Tushunarsiz 8:30 bo'lib ketibdi. Video ham yo'qolibdi. Barcha obunachilarga salom do'stlar. Sizlar bilan men Aydirning obunachilar bugungi videoda biz nima qilishimizni ham bilmayman. Shuning uchun prosta kamerani yoqdim, chill out qilarmiz balki, bilmayman вообще. Mana qaraylik, uyimga yangi mebellar oldim. Zo'rmi? Stop obunachilar. Shu joyda nega jinga qarshi jang videosining ikkinchi qismi chiqmadi desanglar, men u videoni oldim, lekin video olingan paytda video YouTube'ga qo'yib bo'lmadi va video to'satdan o'chib ketdi. Shuning uchun videoni endi keyingi boshqa safar yoki umuman olmasligim mumkin. Agar sizlar xohlasanglar men olaman. Obunachilar, meni telefonim yaxshimi? Zo'rmi, qalay? Va menga topinglarchi nima berishdi? Hozir 2 sekund. Obunachilar, qaranglar menga bunaqa mebellardan tashqari stop. Obunachilar, menga zo'r narsalar podarka qildi janob Mark. Qaranglar, dizel va unga juda ko'p o'qlar va xanjar. Uyimni ham ajoyib qilib yangilab berishdi mana. Ko'ryapsizlar, kompyuter mana. Notebook ham bor. Bunaqa mebellari ham bor. Mana kompyuterni o'chirish kerak. O'chiramiz. Stop. Mana bu yoqib turaversa hozir ishlataman. Va menga dizel berishdi. Janob Mark jinni o'ldirganim uchun, darrov o'ldirishim uchun menga berdilar. O'ta zo'r pistolet ekan, jinni tez o'ldirib tashladim. Salom Vandring. Janob, hello. Qaranglar, juda zo'r. Pichoq bilan dizel. Endi pichoq bilan dizel yonimda yuradi. Menga ovqatim yo'q, ko'ryapsizlar. Ovqatim ham yo'q, shuning uchun men janob Markdan ish so'rashim kerak. Menga u pul beradi va ovqat sotib olaman. Bu fermani menga bersa ham bo'ladi. Menga qishloqda jil yo'q. Janob Mark ham menimcha uyida bo'lsa kerak. Assalomu alaykum janob Mark. Alaykum assalom. Как красиво тут удобно. Janob Mark, meni nega kutayotgandingiz? Sen janob Mark aytdi. Senga ish berib shu yerda 1-2 oy yashab turishing kerak ekan. Biroz tinchtir, undan keyin zulmat maxluqlari bizni qishlog'imizga hujum qilar ekan. Jiyanorsin, yana okey, janob Mark, menga ish bera olmaysizmi? Men ovqatim umuman qolmadi. Ish bor, yonidagi fermalarni ko'ryapsanmi? Katta fermalar, uning orqasidagi ferma. Ko'ryapman, ana katta ferma. Ana shuni ikkalasi ham senga. Sen o'shalardan bittasini o'zing ishlaysan, bittasini ovqat uchun olib qo'yasan. Va olib kelganlaringni menga berasan, tushundingmi? Tushundim janob Mark. Bir oydan keyin bo'lsa senga oylik beraman. Ajoyib janob Mark, ajoyib. Unda men ketdim. Ishingizga omad. Rahmat, sen ham charchama. Okey janob. Knopka mana. Okey, endi obunachilar, endi bizda fermalar bor. Qaranglar, endi biz fermalardan nima qilishimiz mumkin? Mana uni o'zimga olaman, chunki bunda bug'doylar va kartoshkalar bor. Mana uni esa Marga beraman. Stop, men okey, нормально. Menga yo'q bo'ldi ishamiz. Mana jinosini qotyapti juda Minecraft. O'zolishda sabzlar bilan endi ekishim kerak. Kartoshka diyorum.
obunachilar ko'rdinglar, o'yin cho'tki bo'lib qolgan. Sizlarga yoqdimi yo'q deb bilmayman. Menga o'zimga juda ham yoqdi. Bug'doylar. Ajoyib. Ana shu endi mana bilmayman. Bug'doyning yaxshi tarafi undan urug' tushadi, lekin mana bu narsasini ekib bo'lmaydi. O'shadan non qilib yesam bo'ladi. Ajoyib. Urug'lar o'zimda turaveradi, hamma narsasi o'zimda turaveradi. Men mazza qilib bularni yeyveraman. Bu ishlarni qilib bo'ldim. Endi non yesa bo'lishim kerak, obunachilarim. Obunachilar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish umuman esdan chiqmasin. Chunki tezroq biz 100 ta bo'lishimiz kerak. Biroz tomog'im ham og'riyapti, lekin baribir mana ko'ryapsizlar. Videolar olyapman. Shunga yarasha iltimos, mening mehnatimni qadrlanglar. Ajoyib non. Juda ham shirin non. Biroz o'yindan oldin chiqaramiz. Juda ham shirin non. Endi ikkinchi ishimizni ham qilishimiz kerak, obunachilar. Mana bu yoqda nima bo'lyapti? Lamalar kirib ketib yoqib. Okey, mayli. Janob, men internetni kuzatyapman. Internetni o'ldirishga tayyorman. Balki vaqtingizdan o'ldirib olaman. Vandrey nimadir deyapti. Yo'q, uni hozircha o'ldirishga shart emas. Uni birozdan kuzataman, o'zim aytaman. Hozir sizlarga kimni o'ldirish. Qo'lingni ko'tar, Vandrey. Nima bo'ldi? Meni eshitmadi deb o'yladingmi? Nimani eshitmadik. Hamma gaplaringni eshitdim. Kim u? Mana bu sisiq lamalarni ham yo'qda. Lamalarni o'ldirma, Vedrnik. Lamalaring ham sen ham o'ylasan, lanat lama. Yo'qol. Mana senga. Xo'sh, nega meni o'ldirmoqchisan? Vedrnik. Bizni boshqa qilib o'ylab tashlab olgan. Qalay o'ylangni ushlab olgan bo'lsa. Iltimos, o'ldirma. Jinursin to'xta, siqir it. Mana senga Vandrey. O'lib ket. Obunachilar ko'rdinglar, meni o'ldirmoqchi bo'ldi. Shuning uchun men uni o'ldirib tashladim. O'sha endi mana ularni sindirib nima bo'ladi? Mana 20 ta eslab qolay. Chunki mana ham kartoshka bor kerak. 20 tasi menga, u mana yaxshisiga xiyonat qilmayman. Chiqishim kerak. Ko'ryapsizlar, obunachilarni shu juda ham qiziq. Mayli. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kommentariyaga ham yozinglar. Ko'ryapsizlar, mana fermalarga qaramamiz. Ondan 20 ta ajat olaylik. Yo'q, 10 ta emas. Ana bo'ldi. Bu hammasi janob Mayerniki. Mana sizga kartoshkani ham beraman, farqi yo'q. Endi diloni olib qo'y. Endi janob Mayer narsalarini ekish kerak. Bularni endi ekib chiqamiz. Mana qassob. Obunachilar, endi bugundan boshlab fermer hayotini olamiz. Endi keyingi zulmatimiz fermer bo'lamiz, obunachilar. Keyin zulmat masxaralarni shu dijolni olamizda, uni kallasini dachacha ochib qo'yamiz. Yozilgan qaqtir bug bo'lib o'chib ketdi. Shuning uchun uzr olishlar. Agar bu videoni qaytadan olaman, agar xohlovchilar bo'lsa, xuddi o'shanday qilib olaman. Majburlikdan endi sizlarga
ko'rsatishim kerak-ku uni. Sizlar o'sha videoga qiziqqansizlar, to'g'rimi? To'g'ri. Mayli endi obunachilar. Okey, 36 sabzi va 36 narsa, kartoshka. Janoblar. Nima deysan? Men mana sizni narsalaringizni olib keldim. Mana bu yoqda 38 ta narsa sabzi bilan 36 ta kartoshka, bitta sasigan kartoshka. Mana shu qo'yib qo'yaver. Okey, mana shu yoqqa tashlayman. O'zingiz olib olasiz. Okey, endi kechik mumkin. Rahmat janoblar. Bunchilik menimcha bunga yetadi. Ko'rdinglar, biz fermalarga qaradik va meni o'ldirmoqchi bo'lgan jitelni o'ldirib tashladik. Iltimos kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. O'shanda uyingizni tomida sizga 10,000 so'm kutishgan bo'ladi. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Hammaga xayr, sizlar bilan men Aydirnik bo'ldim.